Ayni qulupnay sezonida bu mojito kompotlardan tayyorlamasangiz aniq armonda qolasiz. Qish mavsumida mazza qilib ichishinglar uchun bu retseptdan foydalanib qulupnaydan mojito kompot tayyorlab ko'ringlar. Qulupnaylarni limonlarni videoda ko'rsatilgandek to'g'rab olamiz. Qulupnaylarimizni yuvib, bandlaridan ajratamiz. Yopgan kompotimiz butun qish ko'ngildagidek turishi uchun qopqoqlarning ahamiyati juda ham katta. Mani tanlovim Milliy Surur brendi asosida ancha yildan beri ishlab chiqarilayotgan ishonchli va chidamli har xil turdagi qopqoqlar. Omadingizni sinab Surur brendidan qopqoqlarni xarid qiling va turli xildagi sovg'alarni qo'lga kiriting. Bonkalarni bo'lsa sterilizatsiya qilib olamiz. Bonkalarga qulupnaylarimizni solamiz. Ketidan limon bo'laklari va yalpizni solamiz. 5 litr suvga 500 gram shakar solib, sirop tayyorlab olamiz. Shaqillab qaynab turgan siropimizni bonkalar ustiga qo'yamiz va bonkalarni yopamiz. Kompotlarni ustini yopib 0 gacha soviguncha o'rab qo'yamiz. Men kompotlarimni 4 kundan keyin ochdim. Mazali mojito kompotlarimiz tayyor. Qish mavsumida mazza qilib ichishinglar uchun albatta tayyorlab ko'ringlar. Mazasi просто super.